Barchaga assalomu alaykum. Biz Samarqand restoranidamiz. Bu yerda Xolisxon opani, dadajonlari Botir aka, onajonlari Filora opa, farzandlari Mustafa, Muhammad va Xadicha opa nomlaridan xursand qilib tabrik etamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Samarqandimizning aziz insonlari. Barchalaringizga xayrli kech. Alloh kayfiyat va yoqimli ishtahalar tilagan holda mana bugun biz Payma kompaniyasi ijodiy jamoasi mana shunday ko'rkam va muhtasham bo'lgan bazmgohga tashrif buyurishdan asl maqsad bugun yaqinlar orasida oilalar davrasida o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Xolisxon opajonimiz bor ekanlar. Agar ruxsat bersangiz, Guldiroz Hasankaning sadosi ostida davramiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Bugungi tavallud ayyomlaringizni tabriklaymiz. Avvalambor sizga bitta savolim bor. Topa olasizmi? Hozirgi tabriknomalar kimni nomidan bo'lyapti? Kimni nomidan bugun sizni xursand qilmoqchimiz? Yaqinlaringiz sizni ardoqlaydigan, har doim qo'llab-quvvatlaydigan kim bo'lishi mumkin? Albatta, sizni dadajoningiz, oyijoningiz nomlaridan tabriklashni buyurdik. Dadajoningiz nomlaridan, oyijoningiz Filora, farzandlaringiz Mustafa, Muhammad va Xadicha nomlaridan tashrif buyurdik. Dadajoningiz, oyijoningiz bilan gaplashib qolganimda bugun kimni xursand qilamiz, qanday so'zlar bilan ko'ngillarini oladiganimda avvalambor qizimga rahmatlarimni ayting dedilar. Nimaga deganimda, mani qizim mana shu hayotga kelib biror marta o'zini o'ylamadi. Har doim yaqinlarim, oilam, bolam, chaqam deb keladigan yagona inson. Qizalog'im, seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Hayotimizda borliging uchun Allohimga ming shukr aytamiz. Mana shu ishga kirib, qani edi menda o'g'il bo'lsa edi mana shu qizim demaganman. Sababi, meni qizim mingta o'g'ilning o'rnini bosadi. O'z kuchi bilan, o'z mashaqqati bilan mana shu darajalarga yetib keldi. Har doim o'zini emas, farzandlarini, oila a'zolarini o'ylaydi. Mana bugun ham o'zini tug'ilgan kuni bo'lishiga qaramasdan ishladi. Bugun ham ishladi. Har doim yaqinlarim deb keladi. Biz juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Oyijonisi, men hammamiz hayotimizda borligi uchun katta rahmat aytamiz dedilar. Farzandlaringiz bilan gaplashganimda bugun bizani onajonimizni, bizani jannatimizni, bizani gul rayhonimizni tug'ilgan kunlari. Mana shu tug'ilgan kunlarda ozgina bo'lsa yuzlariga quvonchlanmoqchimiz dedilar. Bizani voyaga yetkazgan, halol boqib mana shu darajalarga olib kelgan. Har doim o'zini o'ylab, o'zini o'ylamasdan farzandlarim deb kelgan inson. Issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan har doim oilam, bolalarim deb keladi. Onajon, bu uchun sizga eng katta rahmatlarimizni aytamiz dedilar. Bizni mana shu darajalarga olib kelganingiz uchun, hech qachon o'zingizni o'ylamagan uchun har
farzandlaringiz nomidan yana bitta syurprizimiz bor. Shirin tokimiz marhamat. Ustidagi shamchilarni tilaklaringizni tilab o'chirasiz. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Tabriklaymiz onajon. Doimo sog' salomat bo'lib, mana shunday go'zal va muvaffaqiyatli bo'ling. Tabriklaymiz sizni yana bir bor jamoat.